Assalomu alaykum hammaga. Kech tushganda ro'li bo'lganimga qaramasdan video olishga majbur bo'ldim. Hozir menga bir juda xunuk video tashlab berishdi. Mana tepaga qo'yib qo'yaman bu videoni. Bu holat o'zimiz qamchi davomida bo'libdi. Qaysi erkak orada sotuvchi ayol bilan qanaqadir gap o'tganini orasidan bilmayman. Lekin bu insonni buni ayol kishiga ojizaga qilgan tajribasi, tem bo'li qurol bilan bu juda xunuk, juda yomon narsa. Bu tem bo'li mana shu O'zbekistonda jamiki o'quvchilarga teppa-teng ta'sir qiladigan narsa-da. Bu yana nimaga olib keladi? Yana o'sha qurol nazoratini kuchayishiga, yana o'sha quroldagi qo'shimcha yangiliklar, shu qanaqadir saqlash qoidalarini o'zgartirishlar, yana qanaqadir qo'shimcha narsalarga olib keladi hali. Mana ko'rasizlar. Bitta odamning qilgan ishi o'quvchilarda, o'sha quroli bor insonlarda qanchalik ravishda obro'sizlantirganini mana endi ko'rasizlar. Men doim mana shu yangi a'zo bo'layotgan o'quvchilarga yo atrofimizdagi mana shu obunachilarimizga, o'quvchilarga ko'p aytaman bu narsani. U quroli hech qachon himoya vositasi bo'lmaydi. Unaqa ishlatib bo'lmaydi qurolni. Bu faqatgina o'zini qiziqishini, hobbisini, nima deydi, o'zini xohishini qondirish xolosda bu narsa. Tipa sport. Bu qaysi kalla bilan bunaqa ish qildim men? Hozir o'zimga sig'dira olmayapman bu narsani. Men eng yomon ta'sir qilayotgani bu mana shu o'quvchilarga yana ham past nazar bilan qarashga, yana ham nima desa bo'ladi? Aqlsiz inson nisbatan qarashga sabab bo'lishi mumkin-da bu narsa. Quroli bor ashuna qiladi degan narsa gaplar ko'payadi yana bu narsa orqasidan-da. Shuning uchun iltimos sizlardan o'quvchilar hech qachon qurolni himoya vositasi sifatida kimgadir tajovuz qilish nisbatan ishlatmanglar, hayollaringga ham keltirmanglar. Iltimos sizlardan. Hozir bitta mana shu insonni mana qancha muammo kelib chiqadi hozir endi shu narsa. Juda yomon ish lekin. Shuning uchun iltimos sizlardan mast holda, jahl kelganda, janjalda umuman qurolni hayollaringdan chiqaringlar o'quvchilar. Qo'llaringda qurol bor, bu bitta insonni yo'q qilib tashlaydi kerak bo'lsa. Xoh pnevmatika bo'lsin, xoh qurol bo'lsin. Ko'pchilik e'tiborsiz qaraydi bu narsaga. Lekin mana bu boshiga urganda bu o'q hisob kelyapti bu ahmoq. Baxtiga mana shu o'q otilib ketmadi. Men o'zim ko'p o'q bo'lganman, qurollar o'zim ta'mirlayman bu qurollarni. Ashlar ko'p siltalanish, qo'ldan tushib ketgan holatlar otilib ketganini eshitdi. Lekin bu odam baxti, bu ayolning baxti bor ekan, boshiga qurol urganda ham otilib ketmadi o'qi. Qanchalik ahmoq bo'lish kerak buning uchun? Shuning uchun iltimos sizlardan hushyor bo'linglar, o'quvchilik nomiga dog' tushirmanglar. Sizlarning bitta qilgan harakatlaring butun boshli o'quvchilarning kasofatiga qoladi. Iltimos sizlardan. Qaysi gaplar qo'pollik bo'lganimiz uzr so'rayman lekin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.